Assalomu alaykum, barchaga xayrli kun qizlar. Men hozir sizlarga aynan Biosetting mahsulotimizdan, novingi mahsulotimiz haqida aytib bermoqchiman. Tushuntirib o'tmoqchiman desak ham bo'ladi. Xo'p qizlar, men bu Biosetting mahsulotimizdan novingi yangi kirib keldi O'zbekistonga. Oldin O'zbekistonda bo'lmagan. Rossiyada chiqarilishi bilan men birinchi bo'lib xo'jayinimga olib keltirganman. Rossiyadan olib keltirganman qizlar buni. Kimlar uchun? Aynan boshi juda ko'p og'riydigan, qoni tez quyuqlashib ketadigan, yurakda og'riq bo'ladigan insonlar uchun, jigarda muammosi bor insonlar uchun juda ham zo'r yordam beradigan mahsulot hisoblanadi. Aynan mani xo'jayinimni boshi juda ko'p og'rirdi. Почти bir kunda kupen nechta ichardi bilmayman. Bir ichganda ikkita tabletka ichardi. Shunaqa ko'p уже og'riq qoldiruvchi doriga o'tirib qolgandi desak ham bo'ladi. Aynan mana shu Biosettingni ichdilar. Вообще-то hali boshim og'riyapti deb dori ichganlarini ko'rmadim. Super, вообще super qizlar. Qonlarni, immunni qon bilan ishlab beradi, jigarni faoliyatini yaxshilaydi, yurak qon tomirlari faoliyatini yaxshilaydi, miya bilan ham ishlab beradi. Aynan infarkt, insultni oldini oladigan mahsulotimiz hisoblanadi. Вообще-то bomba qizlar. 28 ta monodoza bo'ladi 2 millidan. Bir kunda bittadan monodoza ichiladi qizlar. Ozgina taxirroq, achchiqroq ta'mi bor, lekin ichsa bo'ladi. Вообще zo'r. Har bitta o'sha boshi ko'p og'riydigan, qoni quyuqlashadigan, yurakda og'riq bo'ladigan insonlar hammasi bitta olib ichib ko'ringlar, effekti уже bomba bo'ladi. Sezasizlar inshaalloh.